Bu umumiy yechim. Umumiy. Bizlar bu yerga bu temalarga belgilash kiritishimiz lozim. Belgilash iliklikning va ikkinchi tarkibli xususiy xoslasi olishi kerak. Birinchi tarkibli xoslasi bundan xoslasi k ening oldiga tushib, ening kx bo'ladi. Ikkinchi tarkibli xoslasini olsak, k kvadrat xoslalarini birinchi tenglamaga olib borib qo'ysak, nima bo'ladi? Kx. Bundan boshlaymiz. K kvadrat yeni kx k yeni kx plus j yeni kx teng 0. Bu yerda hammasida bir xil qaysi funksiya bor? Yeni kx funksiyasini qarsini sektorga chiqarsak, bu yerda k kvadrat 4k plus j degan funksiya qilinadi. Tushunarmi? Bu yerda y'ning kx'ini teng emas 0 ga bo'ladi. Ya'ni bu funksiya tenglikning o'ng tomoniga bo'linma sifatida o'tadi. Bo'linma sifatida o'tsa, unda bo'linmasi 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun 0 ga teng emas deb olamiz va bu tarafini bu ko'rinishdagi tenglama birinchi tenglamaning xarakteristikalik tenglamasi deyiladi. Xarakteristik tenglamasi. Xarakteristik tenglamasi deyiladi. Buni yechish uchun siz biladigan maktab kursidagi elementar, ya'ni qaysi funksiyaga o'xshaydi? Kvadrat funksiyaga o'xshaydi. Bu yerda 3 ta hol mavjud bo'ladi. Birinchisi bu yerda K1, K2 bu tenglamaning ko'rinlari, ya'ni yechimlari bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerda agarda bir-biriga teng bo'lmagan K1, K2 yechim chiqsa, unda uning xususiy yechimlari S1 yeni K1x S2 yeni K2 x bo'ladi. Bu tenglamaning xususiy yechimlari. Biz boshda umumiy yechimni degandik. Umumiy yechimga keladigan bo'lsak, y-ning S1 turaveradi. Y1ning o'rniga kelib qo'yamiz. Bunday bo'lmasin kerak. K1x plus S2 yeni K2 x bo'ladi. Bu bizning birinchi holimiz edi. Endi ikkinchi holga kelsak, bu elementar matematikada diskriminant 0 dan katta bo'lsa, ikkita yechimga ega deganga to'g'ri keladi. Ikkinchi hol bir-biriga teng bo'lgan, ya'ni ikkalasi ham bir xil son chiqadi, karrali bo'ladi. Buni a deb hisoblab oladigan bo'lsam, uning xususiy yechimi a deb belgilayman, ax. Ikkinchisi yeni ax ko'paytiruv x bo'ladi. Ya'ni x ga ortib boradi. Unda umumiy yechimi nima bo'ladi? Bu yerga qo'ygan bo'lsak, S1 nima bo'ladi? Y ax plus S2 ax ko'paytiruv x bo'ladi. Bu tenglamaning umumiy yechimi. Bu xususiy yechim. Endi bu yerda uchinchi holimiz. Agar K1, K2 sonimiz alfa plus e beta, ya'ni kompleks son chiqadigan bo'lsa, siz elementar matematika kursida diskriminant 0 dan kichik chiqadigan bo'lsa, unda uning yechimi mavjud emasmiz. Endi bu yerga kelsak, biz kompleks son tushunchasini hosil qilamiz. Kompleks son tushunchasini hozir diskriminantning ichida minus son chiqqaningizda misolda ko'rsataman. Bu yerda teoriyasida mana bunaqa kelib chiqadi. Ya'ni alfa plus e beta. Buning xususiy yechimlari beta x. Uning yechimi S1 Sepia chiqaradigan bo'lsak, boshqa nima bor? Ya'ni alfa x. Unda S1 kosinus delta x plus
Aha, 8, Z, X. Bu uchinchi holning bu deb berilgan tenglamaning kompleksan hisobdagi umumiy yechimi bo'ladi. Yozamiz. Biz boya 3 ta holni ko'rgan. Endi 25, 4, 6 bundan avval va kx minus boyaga bu minus bilan 5 plus minus 1 bo'lgan 2. Undan k bilan 6 k plus 9 t. Bu dengamli emas ekan. K plus Sıyırma? İş kalmaya koyduk. Şimdi Yok mu? minus semuanya I kuadrat tinggal ke pas, ha? Saya kompleks lagi. Minus. Tapi yang ada di sana. Ya, palas lagi. Ya. Minus semua. Benar? Başka.